Tokzor mahallasiga kelganmiz. Umumiy yer maydoni 1.2 sotik yer maydoniga ega bo'lgan. Mana shu high-tech xonadonimiz 100% tayyor holatda kelib, kiyim-kechaklarni olib kelasizlar, yashab oladigan joyi. Ko'rib turibsizlar, xonadonimiz fayzli, chiroyli qilib qurib qo'yishgan ekan. Usta akalarimiz qaranglar, mramor toshlardan qilib kiraverishimizni vobshe ko'zga yoqadigan atachintalardan qilib qo'yishgan ekan. Ikkita high-tech xonadonimiz yonma-yon joylashgan. Aka-ukalar bo'lsa, bemalol sotib olsanglar ham bo'ladi. Narxini oxirida aytaman, ichkari kirib hozir to'liq ma'lumotlar bilan tanishtirib o'taman. Asosiy kiraverish eshigimiz shu yerdan boshlanyapti. Kirishimiz bilan chiroyli sizlarni xo'l kutib oladi. Xonadonimiz umumiy 5 ta xona, alohida o'zining yerto'lasiga ega oshxonasi bilan. O'ng qo'ldan boshlaymiz. Mehmonlar kutadigan zalimiz bor-da. Atechetadan chiqarilgan xonadonimiz, bu rangimiz qanaqa chiqqan, kommentariyada o'zingizlar fikringizni qoldirib ketasizlar degan umiddaman. Tashqari qaragan o'zini panoramli katta oynalariga ega bor-da. Xonadonimiz umumiy radiator, to'pli por orqali isiydi. Keyingi xonamiz ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxonamiz bor-da. Barcha kuxulli mebellari qo'yilgan. Qaranglar, oshxonamiz qanaqa chiqqan, fikringizni qoldirib ketinglar. Tashqari qaragan o'zini qaranglar, katta panoramli oynalariga ega, telarni chiroyli qilib, qaranglar, oppoqqina qilib, kafil qilib qo'ygan ekanlar. Ovqatlanib o'tirish uchun alohida o'zini joylariga ham ega. Umumiy agar xuddi shunaqa kuxulli mebel, gaz plita vitishga qilishga ham kamida bir 1,5-2 ming dollar pulinglar ketadi. Keyingi xonamiz ota-onamiz uchun mo'ljallangan spalnimiz bor-da, o'zini qaranglar, chiroyli qilib spalnilarni ham qo'yib qo'ygan ekanlar, mebel texnikalar bor. Tashqari qaragan o'zini oynalariga ega, oynali burchimiz bor-da, televizor, Wi-Fi kabellari uchun qaranglar, kichkina bo'lsa ham joy ajratib ketgan ekanlar. Chap qo'limizda devorimizga qaranglar, chiroyli qilib mebellardan qo'yib qo'ygan ekanlar. Oxirgi birinchi etajimiz uchun mo'ljallangan общий saunzelimiz ko'zga yoqadigan kafillardan foydalanishgan ekan. Quruvchi akalarimiz lekin uyni boplab qo'yishibdi, to'g'risini aytsam, ikkinchi etajga ko'tarilishimiz bilan sizni 3 ta xona alohida bitta saunzelingiz kutib oladi. Xonadonimiz sizni kutyapti. Bu xonadonimiz sizniki bo'lishi mumkin. Narxini oxirida aytaman faqat. Chap qo'lda boshlaymiz. Ikkinchi etajimiz uchun mo'ljallangan katta zalimiz bor-da, qaranglar. Zalimizga oppoqqina atachintalardan foydalangan ekanlar. Tashqari qaragan katta o'zini oynalariga ega. Keyingi xonamiz bolajonlarimiz uchun mo'ljallangan kichkina bo'lsa ham spalnimiz bor-da. Qaranglar, mana bunaqa burchak qilingan ekan, qanaqa chiqqan, 1 dan 10 gacha baho beraverasizlar. Tashqari qaragan o'zini oynalariga ega. Agar xuddi shunaqa sizni uyingiz bo'ladimi, yeringiz bo'ladimi, uchastkangiz bo'ladimi, pastda nomerlar qoldiramiz. Oy oxirigacha aksiya qilib qo'yganmiz. 700 ming so'mdan aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib reklama qilib beramiz. Ikkinchi etajimiz uchun mo'ljallangan spalnimiz bor-da, qaranglar, qanaqa chiqqan bu joyimiz. O'zingizlar fikringizni qoldirib ketinglar. O'zini spalnilari bilan alohida va oxirgi xonamiz общий saunzelimiz bor-da. Endi yerto'lamizni ko'rsatib o'tib ketaman. Xonadonimiz umumiy отопительный sistemasi shu yerga joylashtirgan ekan. Bemalol kladovka sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Devorlarni kafil qilib qo'ygan ekanlar aka. Ikkita yonma-yon bo'lib joylashgan. High-tech uchastkani yoqtirgan aka-ukalarimiz bo'lsa, shu videoni albatta jo'natib qo'yinglar. Ikkita aka-ukalar bo'lsa, lekin bosib yuboradigan joyi. Narxini 145 ming dollar deyaptilar. Uy egalari bilan yana savdolashib tortishib olsanglar ham bo'laveradi. Endi lokatsiyaga keladigan bo'lsak, Zizza bozoridan 8 metr ichkari kirganda, qaranglar, shunda katta yo'lning yuzi. 50 metr shunda ichkari kirganda ikkita yonma-yon uchastkamiz bor-da. Inshaalloh har kuni 5 mahal qaranglar, masjidimiz shunda yongilarda joylashgan, 5 mahal azon ovozi eshitilib turadi. Pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqib o'zingizlar chiroyli baraka qilinglar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.